Ustaxonaga keldim. Oltim yurib qo'ydim. Mashinada yo'qni almashtirish kerak. Keyin yana ahamiyat bersanglar, davleniya o'ynayapti. Hozir xallasda turibdi mashin, o'zidan o'zi sakrayapti. Usta bilan gaplashsam, svechasini vaqt kelgan deydi. Borib bozordan svecha oldim, masla oldim. Hozir almashtiramiz endi. Yo'lda shuni aytdik, ha? 19. Azaz qochibdi-da. Полный. Qani hozir bittasini beringchi. Sirani qilmaylik. Shuncha trade qil. Bu switcherlardan o'zi haqqi ham qolmagan ekan. Qarang, uchlari kuyib, sarg'ayib. Bunu tanıysınız mı? Ha? Tanıysınız mı? Hayır, köşede ko'rikmiz. 8dan keyin koeffitsient beradi. Ungacha bekoeffitsient uzoqqa ketadigan zakazlar bo'ladi. Koeffitsiyenti past bo'ldi, puli hech qancha baraka qilmaydi-da. Mana shu hozir mana shu 6 talikda-ku, haligi topmadik bu kun bilet akmallikka nima qilamiz? Ruska bor aka, ruska. Nimadan oldik?